Aynen kızım, oqshom bilan nima yomon tushkurib chiqdim desam, ay sizlar ekanda. Menga iPhone 17 olib bermasa, sirasi turib ketaman, aytib qo'yaman. Takiruvlikchi, men ham repinachga oldirishim kerak. Men keyinarqan qizim o'chib turadi o'zi ko'zim. Kuyovsiz ko'rpada. Qizim sen ani yumshoq mebelga chiqqani? To'xtang, ko'rpani 2 qavat qilay. Ko'rpa qani? Indamay o'tiring. Mebellaring zo'r ekanligi yumshoqqina. Bolalarim qani? Samarqand nondan nonlar qani? Qotib qopti sal. O mana. Enajon siz ko'kcha ichasizmi, qoracha ichasizmi? Rahmat bolam, men o'zim novat choyimni ichaman. Dadasi erkak qizimiz bilan kuyovimizga nima ovqat qilamiz? Kecha olib kelgan qo'y go'shti, qo'y dumbasiga bir lazerdan oshqib bir o'rdachim. Voy, aytgandek bozorliklar qayda edi? Qayda bo'ladi? Mani onajonisi xaladellikda ichida turibdi-ku, nima? Ha, bo'ldi. Xaladellik qalay kuyov germanskiy, havas bilan olganman-da. Bolalarim dasturxonga qarab o'tiringda. Dasturxonga hech narsa yo'q-ku. iPhone 7 kerak bo'lsa, jim o'tir. Mana qizil ekran, mana qora ekran, Erondan kelgan uzun mana. Onlar bolalar mana. Dadasi bolalarga televizor ham qo'yib bering. Aha. Pult qaniydi? Mana, menda. Aya, bu telefon-ku. Ha, mana ekan pult mana. Hop, mana ishani bo'layotgan ekan. Ko'ringlar vallahi. Isib ketdim. Mana kondor yoqdi, bu koreyskiyda zo'r nariroq o'tir. Qizim kuyovimga shamol uradi. Televizor ham xaladelnik ham uyda dash gilam ham yo'q-ku. Siz nima ishtonni unday sochiq olib olgansiz? Короче, menga iPhone 17, qizingizga Ray-Ban ochko olib berasiz. Shunga keldik. Bolam o'zingni bos. Dadasi o'zingizni bosing. Endi mana jaltirkalla 5 ta qiz chiqardim. Sen 5-chisi senlarni urib odatini qilaman deb uyimdan gilam tugir ketimda ishtanim ham qoladi. Mana kiyib o'tirgan biriging ham meniki, uyat bormi senlarda? O'zimiz mana yerda toshib o'tiribmiz. Senga 40 kun uyingga ovqat jo'natdim. O'chma, bizda aybimiz qiz o'stirganimizmi? iPhone netdi? Men iPhone netdi. Qaynota kuyovni o'ldiribdi degan xabar chiqarda turib. Yo'q, ko'zimga ko'rma. Menga farqi yo'q. Nevaram otasi o'smasin desangiz iPhone 7 olib berasiz. Baribir oldirdingiz-a shu iPhone 17 dan. Dadajon biz ketdik. Bo'pti, bolalaring yaxshi boringlar. Xo'p, men. Amana prodyuser kichkina chiqarib qo'ydingmi, chuchchi? Men chiqarganim yo'q, uni qozonga alishib keldim, arzon qozon ekan. Tezroq uyda sotish kerak, iPhone'ni kredit ko'payib ketadi. Menga nima deysiz? Sen dadangdan olsang bo'ladi-ku. Dadam o'lib ketganiga